Mamlakatimiz mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan yurtimiz bo'ylab yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz shiori ostida Mustaqillik to'yi festivali keng nishonlanmoqda. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, O'zbekiston mahallalari uyushmasi, ma'rifat targ'ibotchilari jamiyati hamkorligida tashkil etilgan festivalning navbatdagi manzili tarix va taraqqiyot bilan hamnafas o'lka Surxondaryo viloyati bo'ldi. Bu zamin insoniyatning moddiy va ma'naviy yutuqlari makoni. Bu yerda tog'lar hali hamon tarixdan so'zlaydi. Bu diyorda zamonaviylik, taraqqiyot aynan qadriyatlar, an'analar bilan yonma-yon odimlayotganiga guvoh bo'lish mumkin. Surxondaryo ming yillar davomida Buyuk Ipak yo'li chorrahasida joylashgan ushbu zamin bugun nafaqat tarixning tirik sahifasi, balki sayyohlik imkoniyatlari, investitsiyaviy jozibadorligi, raqamli loyihalari, iqtisodiy ko'rsatkichlari, eng muhimi ruhi baquvvat, g'ayrati baland, oriyati mustahkam xalqi bilan e'tibor va e'tirofga sazovor bo'lmoqda. Mustaqillik to'y festivali o'tmishdan kuch olib bugunni bunyod etayotgan, ertangi kunga ishonch bilan intilayotgan mana shu vohaning eng olis va chekka hududlarida davom etmoqda. Hududlarda yurishimizdan maqsad ana shu amalga oshirayotgan islohotlar xalqimizga yetib bordimikan? Har bir xonadon shuni o'zini hayotda ko'ryaptimi degan savolga javob topgimiz keladi. Va ana shuni ko'rib chiqyapmizki, huquqshunos sifatida aytishim kerakki, ma'rifat targ'ibotchisi sifatida O'zbekiston Konstitutsiya ijtimoiy davlat degani, bu degani ijtimoiy degani biror bir inson davlatning e'tiboridan chetda qolmagan. Davlatimiz rahbari juda istaydilar-da, shu har bir xonadonga kirib borishini, mana shu manzilli islohotlarimiz yetib borsakna aholining shukronaligi oshadi va ana shuni biz festivallar orqali ko'rib quvonib kelyapmiz-da. Festival Mustaqillik marshi bilan boshlandi. Bu yurish kilometrlar emas, qalblarni yaqinlashtirdi. Ziyolilar, harbiylar, yoshlar, mahalla faollari bir safda vatan taraqqiyoti yo'lidagi birlik va hamjihatlikni ifoda etdi. Tarixni buyuk insonlar yaratadi. Kelajakni esa ularning izidan boradigan yoshlar bunyod etadi. Millat fidoilari loyihasi ana shunday insonlarning hayot yo'li, mehnati va vatan ravnaqi yo'lidagi xizmatlarini yosh avlodga yetkazishni maqsad qilgan. Festival ishtirokchilari ko'p yillar ta'lim sohasida faoliyat yuritgan fidoyi insonlar holidan xabar oldilar. Prezidentga rahmat. Shuncha sharoitlarni yaratib beryapti. Men o'qigan vaqtda bitta institutda Surxondaryoda, hozir 12 ta Termizda o'zida. Prezident yoshlari o'qisa, bilim olsin, kelajak uchun vatanga xizmat qilsin deyapti. Mamlakatlar hozir kelyapti. O'zbekiston xalqining aql egalligini, inoq ekanligi, bod badalat ekanligi bilsin deydi. Bilimdonlar O'zbekiston chiqqan. Ma'naviyat targ'ibotchilari festival doirasida Sherobod tumanidagi Imom Termiziy ziyoratgohida amalga oshirilgan ziyorat odobi loyihasi orqali muqaddas qadamjolarni asrash, ziyorat madaniyatini yuksaltirish, fuqarolarda ma'naviy mas'uliyat tuyg'usini mustahkamlash borasida mulohazalar bildirishdi. Obod xonadon, obod mahalla loyihasi doirasida ziyolilar Uzun tumandagi Yangi Qo'rg'on mahallasida bo'lib, yuqori turmush madaniyati, fuqarolik mas'uliyati, qo'ni-qo'shnichilik an'analari va hamjihatlik bilan obod bo'layotgan muhitga guvoh bo'lishdi. Hamma narsa tozalikda ustida qurilganda, xonadonimiz toza bo'lsa, obod bo'lsa, hamma yoqda shinam bo'lsa, gullar ekilgan bo'lsa, rayhonlar ekilgan bo'lsa, mana bunday uzumzorlar, dehqonchiliklar joyida bo'lsa, buni o'sib kelayotgan yosh avlod ham ko'rib, ko'zi bilan quvonib, mana shuni o'rganib oladi. Bu deganiki, qadriyatlar o'lmaydi. Yangiro'zor mahallamizda 3000 dan ortiq aholi yashaydi. Hammasi inoqda. Shunga bir-birini hurmat qiladi. Tadbirlar Etno-Surxon folklor va milliy o'yinlar festival bilan o'zining yuqori nuqtasiga yetdi. Boysun bahori turizm majmuasi amfiteatrida baxshichilik san'ati, folklor etnografik jamoalar chiqishlari, milliy xalq o'yinlari Surxon vohasining haqiqiy ruhiyati, milliy o'zligi, yuksak ma'naviy salohiyatini aks ettirdi. O'nlab olis manzillar, 10 dan ziyod ijtimoiy loyihalar, minglab ishtirokchilar va ularni birlashtirgan ezgu g'oya. Yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz. Mustaqillik faqatgina bir kun nishonlanadigan sana emas. U har kuni mehnat bilan, birdamlik bilan, fidoyilik bilan, ma'rifat bilan, vatanparvarlik bilan mustahkamlanadigan qadriyatdir. Surxondaryoda bo'lib o'tayotgan Mustaqillik to'yi festivali ana shu haqiqatni yana bir bor namoyon etmoqda. Biz birlashib dunyolarni qaratamiz.